Meros qoldiruvchining farzandlari, farzandlikka olinganlar, shuningdek turmush o'rtog'i er yoki xotini, ota-onasi birinchi navbatdagi voris bo'lib hisoblanadi. Meros qoldiruvchining vafotidan keyin ham tug'ilgan farzandlari birinchi navbatdagi voris bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi navbatdagi merosxo'rlar haqida gapiradigan bo'lsak, tug'ishgan aka-ukasi, bobosi yoki buvisi ikkinchi navbatdagi merosxo'r bo'lib hisoblanadi. Uchinchi navbatdagi vorislar jumlasiga esa ammasi, tog'asi, amakisi va xolasi bo'lib hisoblanadi. 4-navbatdagi vorislik haqida gapiradigan bo'lsak, 6-darajagacha bo'lgan qarindoshlar 4-navbatdagi voris bo'lib hisoblanadi. 5-navbatdagi vorislar mehnatga qobiliyatsiz boqimlari bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1141-moddasiga ko'ra merosni qabul qilmasalar, 5-navbatdagi merosxo'r bo'lib hisoblanadi.